Avvalambor assalomu alaykum. Mana YouTube'dagi bizda ashaddiy parranda muxlislarim. Mana 2025 may sanasidamiz. Mana jo'jachalarimiz chiqyapti. Jo'jalar kimdaki olmoqchi bo'lsa, mana uy xonadonga o'chirilgan xonaki jo'jalar tovuq qilib uyga saqlashga, uyga o'chirilgan xonaki jo'jalar kelajagiga ko'k bo'lib jo'ja ochishga 99% kafolat beraman. Mana shunday sog'lomgina kimdaki jo'ja olmoqchi bo'lsa, telefon nomerlar har doimgidek 91 473 0509 ga murojaat qilaverasizlar. Mana 10-dan olingani hali bugun 2-kuni hammasi sog'lomligi yaqqol bilinib turibdi. Chopadi. Rapashang emas, barisi chaqqongina. Mana kurka jo'jalarimiz ham bor. Mana oq suviklaylari ham bor kurkachalarni. Mana oddiygina tizorli korobkasini qonnisdan yorib 30 ta jo'jamizga bir haftalik buguncha saqlashga uyacha. Bu ham bir kashfiyot. Uyasi yo'q odamlarga bu ham bir hafta 10 kungacha katay vazifasini, jo'jalar uya vazifasini bajarib beradi. 10 kungacha sakrab chiqib ketishi qiyinroq. O'shangacha kataylarni qilib olsanglar, katay qilib keyin jo'ja olaman, jo'ja olib keyin katay qilaman deyotmaysizlar. Mana shunday uylaringizga korobka bo'ladimi? G'ish oddiy bir g'ishtlardan ham terib katay qilib tayyorlash problemali joyi yo'q. Katay qilish qiyinchilik joyi yo'q. Mana shunday suv idishchalar, mana shunday ovqat idishchalar yonib tursa, jo'jalar ovqatni olib bemalol ishlaringizga borib kelgunlaricha zapas ovqat suvlarni qo'yib ketsanglar, uni oldiga ko'rpa to'shak qilib olib yotib jo'ja boqiladi deb hech kim bunday jo'jani qiyinchilik joyi yo'q. Ko'rpa to'shak olib borib katayga yotish shart emas. Bittani uyga g'ozmi yo bo'lmasa axranaliga kuchiymi qilib qo'ysanglar, pisha akka mana shu maynalardan qo'riqlayotgan bittani uyga g'oz yo bittani zvona kuchicha saqlasanglar bo'ldi. Hovliga qo'yib ketsanglar ham hech bola ololmaydi ham. Onasi bilan xarid qilib olib boqaman desanglar, o'sha g'oz ham shart bo'lmaydi, kuchi ham shart bo'lmaydi. Onasini o'zi hammasidan himoya qilib, himoya vositasini bajarib olib yuraveradi. Shunaqa gaplar jigarlar. Kimdaki olmoqchi bo'lsa, har doimgidek mana shu nomerga telefon qilib, qo'ldan kelgancha maslahatlarimizni berib boraveramiz. Abbos aka, jo'ja kerak. Jo'jalarni qanday boqsam bo'ladi, qanday rejimga boqsam bo'ladi deganlar, uyga borib parrandaga qiziq qolganlar, vaqtimdan barisini qiziq qolgan bratishkalarimga, akaxonlarimga, uka, opa, singil, xola, tog'a, momo kimdaki hammasiga vaqt topib qo'ldan kelgancha maslahatni berib boraveramiz. Bizga shu elimizga, yurtimizga shu parranda, go'sht mahsuloti xonadondan, uydan, ro'zg'ordan chiqib tursa, biz shuncha xursand bo'lamiz, shunchaki xursand bo'lamiz. Uydan shu o'zimga o'xshagan boqayotgan hamrohlarim ko'paysa, mana shu parranda qiziq o'tganlar ko'payib boraversa, masalan, uyga qo'yi bor, moli bor insonlar, masalan, bitta birov mehmon uyga kelib qolsa ham bir 20 kilolik, 15 kilolik
yo bo'lmasa bir 50 kiloli 70 kiloli tanachani chiqarib suyib dasturxonga qo'ya olmaydi. Mana shunday bittani katadan yaxshigina bittani xorozchasini so'ysa, kurka xorozdimi, tovuq xorozdimi so'ysa, bir qozon ovqat oshchani tayyor bosib, yo sho'rvacha olsa, mehmonni bir xonadonni bemalol bayot shayot bir kunlik bazmini o'tkazib yuborsa bo'ladi. Qo'y qo'chqor moli qoziqga qolaveradi, uni so'yib bo'lmaydi. Shunaqa gaplar jigarlar, qo'ldan kelgancha maslahatlarni beraveramiz. U muammoli joyi yo'q. Maslahat, zaryad, benzin ketmaydi bizdan. Oddiy shu maslahatimizni olsanglar kam bo'lmaysizlar. Parranda doim aytib kelaman. 7 xazinam biri. Mana shu 5 yoshimdan beri shuni ichib yuribman. Shu yil nasib bo'lsa hammasi qiziqsin degan maqsadga isbot dalili bilan ko'rsataman degan maqsadga shu yil 2025 chuqur kirishdim. Shu narsaga nasib bo'lsa Xudo xolasa kuzgacha natijasini isbot dalili bilan parrandadan foyda bormi yo'qmi isbotlab hammasini bir boshdan ko'rsatib videolari bilan elimizga, yurtimizga parrandani qanday foydasi borligini ko'rsatib beramiz. Shunaqa gaplar jigarlar, sog' bo'lasizlar. Ishlaringizga omad, barchalaringizni charchamanglar. Bosish kerak faqat olg'a. Bular bo'lmas narsa vaqt sarflamanglar uyginaga. Mana shunday jo'ja, tovuq nimaki qilsanglar kam bo'lmaysizlar. Faqat kerakli foydalarni hozirgi ko'p yoshlarimiz telefon jinnisi bo'lib qolgan. Shu telefonning ichiga kirib ketishadi. Shu yo'lga men kelaversam ham yoniga borib signal bermagunizcha telefondan boshini ko'tara olmay ularni mana shunday ish bilan ta'minlab o'qishlaridan kelgandan keyin mana shunday jo'jalar olib berib, jo'jalarga qaratib, qiziqtirib, noldan masalan parrandadan yengilroq variantdan bir nimalarga qiziqtirib borsangiz, ertasiga qiziqishi ortib boraversa, bir 10 ta xorozchasini 100 mingdan 1 millionga sotib, bittani echkichami yo bo'lmasa bittani qo'zichami olib bersangiz, qo'zichasini quy qilib tug'dirib sotsangiz, bittani ona balan puliga hozir bozorga bitta qo'y ham bir 7-8 million tayya, o'lamsasi ham bir 4-5 million bo'lib turibdi. Ana shunday ikkitani qo'y qilib 10 tani, 20 tani kurka jo'jani sotsa, bittani g'unojincha qilib olib ro'zg'orga sut, qatiq, qaymoq o'zidan chiqib yotadi. Mana lubba kishi bilan sporlashishim mumkin. 10 ta kurka xo'roz jo'jani 500 mingdan sotsa, 5 million pulga bozordan bittani g'unojincha olib 1 yil saqlasa, bir sigir qilib olsa bo'ladi. Bir 10 tani yaxshi qizil xo'rozni bozorga 150 mingdan olib chiqarib sotsa, tovuq va xo'rozini bittani mundayroq qo'ydi balasi qo'zicha beradi. Yo bo'lmasa bittani ona bala echki beradi. Ana shunday harakat qilib boraverish kerak. Lokka osmondan masalan oilangizdan bitta narsa ola olmayapman, ro'zg'orimga bir nima qila olmayapman, orttira olmayapman deyotganlar maslahatda bepul. Pulli joy yo'q, bepul maslahatda olsangiz kam bo'lmaysiz. Mana shunday jo'jichasini masalan bozordan chiqib 5 mingdan xarid qilib yo bo'lmasa kurka jo'jichalarni savdosiga qarab bozorga chiqsangiz, o'zi narx-navolarni 100 tasini ko'rib, bittasidan narsa olsangiz, adashib qimmat ham olib qo'ymaysiz. Bozorlarni, narx-navolarni bozorga chiqib bilib olib, sog'lomgina, ishonchli, tanish, doimiy bozorga yurgan, yaxshi aldamayotgan insonlardan olsanglar, mollaringiz kelajagiga barakali, yaxshi mol bo'lib yetishadi. Parranda. Sog' bo'lasizlar, ishlaringizga omad, charchamanglar.